105 kvadrat 3 xonali plus terrasa. Ketdik, terrasadan boshlaymiz. Xo'p, azizlar, lokatsiyasi Dinamo bozorcha. Yangi O'zbekiston. Chinor Mall. Kanechka masjidi. Mana yangi trassa. Yangi aeroportimizga yo'l. 6-mikrorayon. Terrasa taxminan где-то 10 kvadrat, 8 kvadrat. 8-qavat azizlar. Kuxnya. Polni premium jihozlardan, boiler, polni chiroyli. Arzon narsa emas. Astrovok. Mana bitovoy texnika hammasi bor. E'tibor qilinglar, katta oshxona. Xo'p, bu yerga bizaga detskiy juda ham did bilan taxlagan. Azizlar, xo'p, prixoshkadan boshlaymiz. Prixoshkamiz kirib kelish eshigi, prixojniy mebel va ro'paramizga zal. Zal azizlar, juda ham chiroyli zalimiz. Premium texnikalari, premium remontlari. Xo'p, keyingi xonamiz aytgancha ikkita sanuzel, katta spalnya azizlar. Katta spalnya, mana bu shkaf uchun joy, garderob. Spalnyamizni ichida sanuzel. Sanuzel neprostoy azizlar. Mana dushovoy kabina, unitazlar, hammasi premium daraja. Va общий sanuzel, mana bu kirib kelish eshigimiz. Va katta sanuzel. Общий sanuzel. Hammasi oliy darajada tayyorlangan. Xo'p, 3 xonali xonadonimiz narxi 79.900 va albatta kichkina zazorchasi bor azizlar. Plus mana shu terrasa bonusga. O'zlaringizni asranglar, xayr, salomat bo'linglar.